Chaqalyapti. Voy, kimdir keldi. Endi nima qilamiz? Shoshmang. Mana shunday vaziyatda o'zingizni qo'lga olib, avval uni kimligini so'rang. Kim u? Mahalla posboni eshikni oching. Ana endi eshikni bemalol ochsangiz ham bo'ladi. Oching. Mahalla posboni kapitan Do'stonov. Uyingizdan arz tushgan. Xo'sh, qanday arz tushgan? Har xil ovozlar chiqyapti. Shoshmang, bunga aniqlik kiritish kerak. Rostdan ham uyingizdan har xil ovozlar chiqyaptimi? Yo'q. Jabrlanuvchi yo'q deb javob berdi. Sizning guvohingiz bormi? Guvoh. Menda o'sha guvoh. Yaxshi turibsizlar, assalomu alaykum. Men o'sha guvoh, men eshitdim hamma. Xo'sh, guvoh, bir boshdan aytib bera olasizmi? Qanday ovozlar chiqdi? Ummonni qo'shig'ini aytib o'tdi, opa. Yana o'sha shuni aytdi. Shoshmang. Rostdan ham yana degan qo'shiq aytdingizmi? Yo'q. Jabrlanuvchi yo'q deb javob berdi. Guvoh yolg'on ma'lumot beryapti. O'z quloqimdan eshitdim. Boyga bekitib o'tirdim. Unga quloqimda devorga qo'ydim, boyga xuddi shu ovoz eshitildi. Chista kattasidan eshitdim. Voy, yolg'onchi, yaramas. Qachon eshitildi? Nazayeva. Qamataman men. O'zingizni bosing. Siz oldin sizga pulni berib qo'ying. Sizni hammasi yozib qo'ying. Qaramaysiz. Men qayerga o'z qilyapti, qamataman. It's the one and only Digo Double G.